90-yildagi domla va ota-ona. Ikki ko'paygan uch nechi bo'lagan narsalar? 7. 7 bo'lyapti, ha? Sanlarga nechi marta o'rgatganman? Yo, meni uchun o'qiysan, ha? Sani otang bir qanday yaxshi o'qiydigan odam, ha? San qanday o'qiysan, ha? O'qimasang Sen hamma qo'chqor urasan, qishloqda hammanikini urasan. Assalomu alaykum dada. Nimaga yig'lab o'tiribsan? Domillang urdi. Domillang urdi? Domillang o'zidan o'zi urmagandir. Dars qilmagansan shu uchun urgan. Sani domillang odam bo'lsin deb urgan. Tushundingmi? Bu darsingni qil. Hey, vel. Hozirgi domla va ota-ona. Asilbek, men sizga mana bu formulani uch oydan beri tushuntiryapman. Siz tushuna olmayapsiz. Agar o'qigingiz kelmasa, meni ham o'zingizni ham qiynamang. Undan ko'ra borib uyingizdagilarga ayting o'qimayman deb. Iltimos. Men so'zni o'namaydi kelaman. Yo'q, Asilbek, siz meni noto'g'ri tushundingiz. To'xtang. Şu dağları sen ha? Şurada mı? Bunu hakkında sen oğlum Murşa? Bunu hakkında? Opa, hozir Qamoqda çırtama, tushundingmi? Qamoqda çırtama. Nima? opa urganim yo'q o'g'lingizda. Hozir hammasini Sen kimsan? Tug'ib qo'ydingmi? yo'q, Nimaga urasan? hammasini tushuntiraman, o'tirib oling. Menga urdi. Kim tinchman yuzimga ursa. Shunaqa darajada kuchli bo'lib ketdingmi? Ha? O'tirib oling, tushuntiraman opa. O'tirmayman. O'tiring, gaplashamiz. O'tir. Nimani tushuntirasan?